Bu yerda yoshlar uchun zamonaviy va qulay sharoitlardagi kompyuter o'quv xonalari, coworking, park, book cafe, kutubxona, chet tillarini o'rganish kurslari, ma'naviy ma'rifiy yo'nalishdagi mashg'ulotlar va oilaviy shaxmat bilan shug'ullanadigan yoshlarimiz bor. Ko'rgazmali xonalar va albatta sport maydonchalari, jihozlangan yoshlar markazi binosi tumanda bugundan boshlab yangi iqtidorlar, aql, zakovat egalari bo'lgan yoshlarimizni yetishtirib chiqarish markaziga aylanadi deb biz juda katta umidlarni qilamiz. Sizlarni bugungi bayram bilan yana bir marta tabriklaymiz. O'z oldingizga qo'ygan maqsadlarga erishishda albatta sizlarga faqat va faqat omad, zafar yor bo'lsin. Doimo sog' salomat bo'linglar. Katta rahmat.